oxirgi marta ogohlantiryapman. Yana muammo bo'lsa, hammangizni maktabdan haydayman. Zo'r boshladik oxirgi yilni. Jim yur, yana eshitib qoladi. Tanishtirib qo'ying, bu Ozod. Muammo bo'lsa, birinchi shu chiqadi. Gapni ko'paytirma. Bu Jahongir, sinfning eng katta hazilkashi. Hazil qilmasak, bu maktab zerikarli bo'lib ketadi. Bu esa Kamron. Jahli chiqsa, devorni ham uradi. Sen gapni ko'paytirma. Bu Aziz, sinfning eng aqlli bolasi. Bittangiz ham o'qisangiz yaxshi bo'lardi. Qanday bo'lmasin? Muammo bo'lsa ham, direktor chaqirsa ham, biz har doim birgamiz. Kecha gap tugamagan edi. Yana boshlanadimi? Demak, bugun tugatamiz. Kamron, shoshma. Bugun kim kuchli ekanini ko'ramiz. Hoy, bu yaxshi tugamaydi.